Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan, hatto ba'zida dahshatga solayotgan bir mavzuni atroflicha muhokama qilamiz. Yaqinda internetda va messenjerlarda 20 oydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladi. Shoshilinch, ogohlantirish, kvartira eshiklarini majburan olib qo'yishlari mumkin degan sarlavhali xabarlar tarqaldi. Bu sarlavhalar. Shuni ochiq aytishim kerakki, ko'pchilikni ayniqsa keksalarimizni jiddiy xavotirga soldi. Bugungi videomizda aynan shu shov-shuvli gaplarning o'rtada qanday haqiqat borligini, qanday qonuniy jarayonlar mavjudligini va siz nimalardan ogoh bo'lishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Bu ma'lumotlar har bir oila, har bir fuqaro uchun juda muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim ma'lumotlarni yetkazishda yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalo, shuni ta'kidlashni istardimki, siz eshitgan kvartira eshiklarini majburan olib qo'yishlari mumkin degan gap bu tabiiyki so'zma-so'z ma'noda emas. Bu shunchaki jamoatchilikda vahma uyg'otishga qaratilgan mubolag'ali ifoda. Ammo bu xabarlar zamirida chuqur va jiddiy bir muammo yotadi. Ya'ni fuqarolarning qarzdorlik holatlari va uning qonuniy oqibatlari. O'tmishda ham qarzdorlik muammolari mavjud bo'lgan, biroq so'nggi yillarda ayniqsa texnologiyalar rivojlanishi va davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan qarzlarni aniqlash, monitoring qilish va undirish mexanizmlari sezilarli darajada takomillashdi. Avvallari masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha kichik qarzdorliklar ba'zan bir necha oylar, hatto yillar davomida e'tiborsiz qolishi mumkin edi. Mahalla idoralari orqali yoki pochta orqali ogohlantirishlar yuborilar edi, ammo jarayon sekin kechar edi. Ko'pincha ijro ishlari faqat katta summali qarzdorliklar yuzaga kelganda yoki bank kreditlari kabi jiddiy moliyaviy majburiyatlar buzilganda boshlanar edi. Endi esa tizim ancha shaffoflashdi va samaradorligi oshdi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar o'z mijozlarining to'lov tarixini real vaqt rejimida kuzatib boradi. Har qanday qarzdorlik, hatto kichik bo'lsa ham, darhol tizimda aks etadi va tegishli ogohlantirishlar avtomatlashtirilgan tarzda yuboriladi. Eng muhimi, sud ijrochisi xizmati, ya'ni Byuro принудительного исполнения, BP, Majburiy ijro byurosi (MIB) faoliyati yanada kuchaytirildi. MIBning vakolatlari kengaytirildi va ularning arsenalida qarzdorlikni undirishning yangi, samaraliroq vositalari paydo bo'ldi. Masalan, bank hisoblaridan avtomatik tarzda mablag' yechib olish, plastik kartalarga cheklov qo'yish, mamlakatdan chiqishga taqiq qo'yish kabi choralar texnik jihatdan ancha soddalashdi va tezlashdi. Bu esa qarz undirish jarayonini ancha tez va samarali qilish imkonini berdi. Shuning uchun avvalgi davrlarda o'z-o'zidan hal bo'lib ketishi mumkin degan umid bilan qarzdorlikka beparvo qarash mumkin bo'lsa, hozirda bu munosabat jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Har bir qarzdorlik albatta qonuniy choralar ko'rilishiga sabab bo'ladi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotirga tushish kerak va kim tushmasligi kerak. Sizga shuni aytmoqchimanki, oddiy qoida bor. Agar sizning moliyaviy majburiyatlaringizni bajarayotgan bo'lsangiz, ya'ni kommunal to'lovlar, kreditlar, soliqlar va boshqa qonuniy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirayotgan bo'lsangiz, siz hech narsadan xavotir olmasligingiz kerak. Eshikni olib qo'yish haqidagi gaplar sizga umuman taalluqli emas. Bu shunchaki yolg'on va vahima uyg'otishga qaratilgan mish-mishlar. Ammo agar sizda qarzdorlik mavjud bo'lsa, unda bu masala sizga bevosita tegishli bo'ladi. Keling bu jarayonni bosqichma-bosqich tushuntirib beray. Qanday vaziyatlarda qarzdorlik paydo bo'ladi va qanday undiriladi? Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik bu eng keng tarqalgan holat. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik, chiqindi yig'ish va kvartira uchun to'lovlar. Agar siz bu to'lovlarni belgilangan muddatda amalga oshirmasangiz, dastlab xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizga ogohlantirishlar yuboradi. Masalan, sizning hisobingizda 5,000 so'm gaz uchun qarzdorlik yig'ildi. Gaz ta'minoti korxonasi sizga bir necha bor ogohlantirish xatlari yuboradi. Uyali telefoningizga SMS xabarnomalar kelishi mumkin. Bu xabarnomalarda odatda qarzdorlik summasi, to'lov muddati va to'lov amalga oshirilmasa qanday choralar ko'rilishi haqida ma'lumot beriladi. Agar shunga qaramay qarz to'lanmasa, korxona elektr yoki gaz ta'minotini vaqtincha to'xtatish huquqiga ega. Bu allaqachon jiddiy muammo, chunki sizning yashash sharoitingiz yomonlashadi
qulayliklaringiz cheklanadi. Agar qarzdorlik juda katta summaga yetib bo'lsa va ogohlantirishlarga javob berilmasa, korxona sudga murojaat qiladi. Sud qarori asosida IMIB ishga kirishadi. IMIB xodimlari siz bilan bog'lanishga harakat qiladi. Qarzni ixtiyoriy ravishda to'lashni taklif qiladi. Buning uchun ma'lum bir muddat beriladi. Agar bu ham yordam bermasa, ular qonuniy yo'llar bilan qarzni undirish choralarini ko'radi. Masalan, fuqaroning bank hisoblaridan pul yechib olish, ish haqidan ma'lum foizni ushlab qolish, hattoki mol mulkini xatlashi qarz summasiga mutanosib ravishda kabi choralar qo'llanilishi mumkin. Aynan mana shu mol mulkni xatlash jarayonida MIB xodimlari qarzdorning turar joyiga kirish huquqiga ega bo'lishadi. Iki bank kreditlari va mikrokreditlar bo'yicha qarzdorlik bu ham juda jiddiy masala. Agar siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz va to'lov grafiga yo'g'ilmasangiz, bank dastlab sizga qo'ng'iroqlar qiladi. SMS xabarlar yuboradi va sizni ogohlantiradi. Masalan, siz 10 million so'mlik kredit olgansiz, lekin 3 oy davomida to'lovlarni amalga oshirmadingiz. Bank siz bilan bog'lanib, masalani hal qilishga harakat qiladi. To'lov grafikini qayta ko'rib chiqish yoki qarzdorlikni qoplash bo'yicha takliflar berishi mumkin. Agar hech qanday natija bo'lmasa, bank shartnomada ko'rsatilgan choralarni qo'llaydi. Bu esa mol mulkni garovga olgan bo'lsa, uni sotishga olib kelishi mumkin. Agar garov bo'lmasa ham bank sudga murojaat qiladi. Sud qaroridan so'ng IMIB qarzdorning mol mulki, avtomobil, qimmatbaho maishiy texnika, uy-joyning bir qismi, agar u yagona turar joy bo'lmasa va hokazo hisobidan qarzni undirish choralarini ko'radi. Bu yerda ham bank hisoblariga xat qo'yish, ish haqidan ushlab qolish kabi choralar ko'riladi. E'tibor bering, har bir qarz undirishda qonuniy tartib-qoidalar qat'iy buzilmasdan amalga oshiriladi. Ya'ni o'zboshimchalik bilan hech qanday harakat sodir bo'lmaydi. 3. Soliqlar va jarimalar bo'yicha qarzdorlik. Transport vositasi solig'i, mol mulk solig'i, yer solig'i va turli ma'muriy jarimalar. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar va hokazo. Agar bu to'lovlar ham o'z vaqtida amalga oshirilmasa, soliq idorasi yoki IMIB sizga ogohlantirish yuboradi. Masalan, sizning avtomobil solig'ingiz uchun 2 million so'm qarzdorlik yig'ildi. Soliq xizmati avval SMS yoki pochta orqali xabardor qiladi. Agar to'lanmasa, ma'lum muddatdan so'ng qarz avtomatik ravishda MIBga o'tkaziladi. MIB qarzdorga nisbatan ta'sir choralarini qo'llashi mumkin. Bu, masalan, mamlakatdan chiqishga cheklov qo'yish, bank hisoblarini muzlatish kabi choralarni o'z ichiga oladi. Agar siz 20 million so'mlik yo'l harakati qoidasini buzganlik uchun jarimaga bo'lsangiz va uni ma'lum muddatda to'lamasangiz, bu ham MIBga o'tadi va ular sizning avtomobilingizni jarima maydonchasiga joylashtirish, bank hisobingizdan mablag'ni yechib olish kabi chora ko'rishlari mumkin. Bularning barchasi qonuniy asosda, ya'ni tegishli qarorlar va ko'rsatmalar asosida amalga oshiriladi. Kvartiradan majburan chiqarib yuborish, evakuatsiya masalasi bu eng keskin chora bo'lib, juda kamdan kam hollarda qo'llaniladi. Kvartiradan majburan chiqarib yuborish faqatgina sudning tegishli qarori asosida juda jiddiy qonunbuzarliklar yoki shartnoma majburiyatlarini doimiy ravishda bajarmaslik holatlarida amalga oshiriladi. Masalan, agar siz ijarada yashayotgan bo'lsangiz va bir necha oy davomida ijara to'lovini amalga oshirmasangiz, uy egasi sud orqali sizni majburan chiqarib yuborishi mumkin. Bu holda ham sizga ogohlantirishlar beriladi. Sud maliyasi bo'lib o'tadi va faqat sud qaroriga asosan ijro ishi boshlanadi. Yoki agar sizning ipoteka kreditingiz bo'lsa va uni to'lashdan doimiy ravishda bo'yin tovlasangiz, bank ipoteka shartnomasi shartlariga ko'ra sizni uyingizdan chiqarib yuborishga haqli bo'ladi. Bu holatlarda ham eshikni olib qo'yish emas, balki qonuniy tartibda sud qarori asosida mulkka bo'lgan huquqning o'tkazilishi va ijro jarayoni amalga oshiriladi. Bu jarayon juda uzoq va murakkab bo'lib, har doim qat'iy qonuniy asosga ega bo'ladi. MIB xodimlari ham faqat sud qarorini ijro etishadi. Ular o'zboshimchalik bilan hech qanday harakat qilmaydi. Shunday qilib, kim xavotirga tushishi kerak? Faqatgina o'z majburiyatlarini bajarmayotgan, qarzdorligi bor va ogohlantirishlarga e'tibor bermayotgan fuqarolar xavotirlanishi kerak. Kim xavotirga tushmasligi kerak? O'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarayotgan, qonunga itoatkor barcha fuqarolar, ular orasida pensionerlar ham bor. Asosiy qism qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qoidalardagi istisnolar va muhim nuanslar. Aynan shu yerda ko'pchilik tushunmovchiliklarga duch keladi va qo'rqinchli xabarlarga ishonib qoladi. Biri pensionerlar
va himoyalanmagan qatlamlar uchun alohida holatlar. Urmaydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladigan xabar aynan shu qatlamni vahimaga solishga qaratilgan. Aslida esa qonunchiligimizda pensionerlar nogironligi bo'lgan shaxslar, voyaga yetmagan bolali yolg'iz onalar kabi himoyaga muhtoj qatlamlarning mol mulki va daromadlarini himoya qilish bo'yicha maxsus choralar nazarda tutilgan. Masalan, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida ki qonunning 6 moddasida ijro qilinishi mumkin bo'lmagan mol mulk turlari aniq ko'rsatilgan. Unga ko'ra yagona uy-joy. Ya'ni agar pensionerning boshqa yashash joyi bo'lmasa, uning kvartirasi yoki uyi qarz uchun olib qo'yilishi mumkin emas. Xuddi shunday, pensiyaning ma'lum bir qismidan ko'prog'ini ushlab qolishga ham ruxsat berilmaydi. Masalan, ijro ishi doirasida pensiya va nafaqalardan ushlab qolinishi mumkin bo'lgan maksimal miqdor 7% dan oshmasligi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 23 dekabrdagi 339 son qarori bilan tasdiqlangan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etishda mol mulkni xatlash va realizatsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomda ham qarzdorning yagona uy-joyi ijro ishiga tortilmaydi degan qoida bor. Bu juda muhim. Ya'ni agar siz pensioner bo'lsangiz va bitta uyingiz bo'lsa, sizni bu uydan chiqarib yuborishmaydi. Uni qarz uchun olib qo'yishmaydi. Lekin bu degani qarz to'lamasa ham bo'ladi degani emas. Qarz baribir undiriladi. Masalan, pensiyaning ma'lum bir qismi ushlab qolinishi orqali yoki boshqa turdagi mol mulkingiz bo'lsa, o'sha hisobidan. Qanday mol mulkni olib qo'yish mumkin emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, qonunga ko'ra qarzdorning yagona turar joyi. Agar u va uning oila a'zolari uchun yashash uchun yagona joy bo'lsa, zarur uy ro'zg'or buyumlari, masalan, yagona muzlatgich, kir yuvish mashinasi, yotoq stol stulning minimal to'plami. Yashash uchun minimal darajadagi kiyim-kechak, bolalar uchun zarur narsalar, oziq-ovqat mahsulotlari minimal me'yorda va kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, masalan, tikuv mashinasi. Agar u tikuvchilik bilan shug'ullansa yoki fermer uchun asbob-uskunalar ijro ishi doirasida olib qo'yilishi mumkin emas. Bu juda muhim kafolat. Ammo agar qarzdorning bir nechta uy-joyi bo'lsa yoki dabdabali buyumlari bo'lsa, ular qarzni undirish maqsadida xatlash va sotilishi mumkin. Masalan, agar sizning bir nechta qimmatbaho avtomobilingiz bo'lsa va katta miqdorda qarzingiz bo'lsa, MIB ularni sotish orqali qarzni undirishi mumkin. Shuningdek, qimmatbaho zargarlik buyumlari, investitsiyalar, aksiyalar ham qarzdorlikni qoplash uchun jalb etilishi mumkin. 3. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar, qarzdorlik haqida bilmaslik. Ko'pchilik o'zining qarzdorligi borligini bilmaydi yoki unga ahamiyat bermaydi. Masalan, uzoq muddat chet elda bo'lgan fuqaro o'zining kommunal to'lovlari ortib ketganini bilmasligi mumkin. Qarzdorlik to'g'risida ogohlantirishlar elektron pochta, SMS yoki oddiy pochta orqali keladi. Agar siz bu xabarlarni tekshirmasangiz, MIB qarori asosida bank hisoblaringiz muzlatilishi yoki mamlakatdan chiqishga cheklov qo'yilishi mumkin. Shuning uchun qarzdorlikni muntazam tekshirib turish juda muhim. Bu my.uz portali orqali yoki bank ilovalari orqali amalga oshirilishi mumkin. Unutmang, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qarzning summasi ba'zilar kichik qarz uchun shuncha shov-shuvmi deb o'ylashi mumkin. Haqiqatan ham million so'm qarz uchun darhol bank hisobingiz muzlatilmaydi. Ammo agar bu kichik qarz uzoq vaqt davomida to'lanmasa va unga penya jarima qo'shilib borsa, u asta-sekin jiddiy summaga aylanadi. MIBga asosan sud qarori asosida jiddiy summali qarzdorliklar bo'yicha ishlar tushadi. Lekin ba'zida MIB kichik summali qarzlarni ham, masalan, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalarni avtomatik tarzda bank hisobidan yechib olishi mumkin. Ayniqsa hozirgi kunda raqamlashtirish imkoniyatlari kengaygan bir paytda. Shuning uchun har qanday, hattoki kichik qarzdorlikka ham jiddiy e'tibor berish lozim. Faqat ijro ishi qo'zg'atilgan shaxsning mol mulki. MIB faqatgina ijro ishi qo'zg'atilgan shaxsning mol mulkiga nisbatan harakat qila oladi. Agar masalan erning qarzi bo'lsa, MIB ayolning nomiga rasmiylashtirilgan mol mulkini olib qo'ya olmaydi. Agar u turmush o'rtog'ining qarziga kafil bo'lmagan bo'lsa. Ammo xotinning umumiy mol mulkiga nisbatan ba'zi cheklovlar qo'yilishi mumkin sudning tegishli qarorlari bilan. Misol uchun, agar va xotin birgalikda yashaydigan uyning egasi bo'lib, eri katta miqdorda qarzga botgan bo'lsa, sud qarori bilan bu uyning erga tegishli ulushi hisobidan qarzni undirishga harakat qilinishi mumkin. Bu murakkab masala bo'lib, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va odatda
sud jarayonida aniqlanadi. Eshikni olib qo'yish metaforasi o'rtadagi haqiqat. Eshikni olib qo'yish degan ifoda aslida MIB xodimlarining sud qarori asosida qarzdorning uyiga kirish, inventarizatsiya qilish va mol-mulkni xatlash huquqiga ega ekanligini anglatadi. Bu harakatlar bevosita MIB xodimlari tomonidan odatda mahalla faollari va guvohlar ishtirokida amalga oshiriladi. Agar qarzdor ixtiyoriy ravishda eshikni ochmasa, qonuniy asosda guvohlar ishtirokida va sud ruxsati bilan majburiy ochish choralari ko'rilishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan oxirgi chora hisoblanadi. Va bu yerda gap eshikni fizik jihatdan olib qo'yish emas, balki qonuniy ravishda uyga kirish va tegishli ijro harakatlarini amalga oshirish haqida ketmoqda. Bunday hollarda qarzdorning huquqlari buzilmasligi uchun barcha qonuniy tartib-qoidalarga rioya qilinishi shart. Praktik tavsiyalar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizni va yaqinlaringizni bunday yoqimsiz vaziyatlardan himoya qilishingiz mumkin? Mana sizga aniq ko'rsatmalar. 1. Qarzdorlikni muntazam tekshirib turing. Bu birinchi va eng muhim qadam. Siz quyidagi usullar orqali o'zingizda qarzdorlik bor yo'qligini tekshirishingiz mumkin. Mening hukumatim MyBokkov. Uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali. Bu eng ishonchli va keng qamrovli usul. Saytga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali MIBdagi ijro ishlari, soliq idorasidagi qarzdorliklar, kommunal xizmatlardagi to'lov holatini tekshirishingiz mumkin. Shuningdek, jarimalar va boshqa davlat xizmatlari uchun to'lovlar haqida ham ma'lumot olish mumkin. Bu portal orqali har bir fuqaro o'zining barcha davlat xizmatlari bilan bog'liq majburiyatlarni bir joyda ko'rishi mumkin. Banklarning mobil ilovalari orqali. Hozirda ko'pchilik banklar o'z ilovalarida MIB qarzdorligi, undan kommunal to'lovlar holati haqida ma'lumot berish imkoniyatini taqdim etmoqda. Masalan, PayMe-Click, Apelsin, Uzkart va Humo mobil ilovalari orqali kommunal to'lovlar holatini ko'rishingiz, hatto avtomatik to'lovlarni sozlab qo'yishingiz mumkin. Bu qarzdorlik yig'ilib qolishining oldini oladi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning shaxsiy kabinetlari orqali gaz, elektr, suv ta'minoti, ularning rasmiy saytlariga kirib, shaxsiy hisob raqamingiz bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zi tashkilotlar hatto SMS orqali ham qarzdorlik haqida ma'lumot beruvchi xizmatlarni yo'lga qo'ygan. MIBning rasmiy veb-sayti MIBUS orqali yoki MIBning hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilish orqali. Bu to'g'ridan to'g'ri ijro ishlari bo'yicha ma'lumot olishning eng to'g'ri yo'li. 2. Qarzdorlik aniqlansa, darhol choralar ko'ring. Agar sizda qarzdorlik aniqlansa, uni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qiling. Kichik qarzdorliklarni to'lash. Agar summa katta bo'lmasa, uni darhol to'lang. Aks holda unga penya, jarima qo'shilib, kundan kunga o'sib borishi mumkin. Bu sizni ortiqcha bosh og'rigidan xalos etadi. Katta qarzdorliklar uchun. Agar qarz summasi katta bo'lsa va birdaniga to'lashga imkoniyatingiz bo'lmasa, MIB bilan bog'laning. Ular bilan maslahatlashib to'lov grafikini tuzish yoki qarzni bo'lib to'lash imkoniyatlarini muhokama qiling. Ba'zida MIB sizning moliyaviy ahvolingizni inobatga olgan holda to'lovni kechiktirish yoki uni qismlarga bo'lib to'lashga ruxsat berishi mumkin. Buning uchun sizdan ariza va moliyaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi, oila tarkibi to'g'risida ma'lumotnoma va haqiga. Doimiy aloqada bo'lish va o'z muammoingizni yashirmaslik muhimdir. Qarorni shikoyat qilish. Agar siz qarzdorlikning nohaq ekanligiga ayshosangiz yoki sud qaroridan norozi bo'lsangiz, qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Buning uchun sudga, prokuraturaga yoki yuqori turuvchi MIB organlariga ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Ariza yozishda qarzdorlikning qaysi asosda nohaq ekanligini aniq va dalillar bilan ko'rsatishingiz kerak. Masalan, to'lov kvitansiyalari, shartnomalar yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Shikoyat berish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun zudlik bilan harakat qilish lozim. Uchu hujjatlaringizni tartibda saqlang. Barcha kommunal to'lov kvitansiyalarini, bank cheklarini, shartnomalarni, kredit shartnomalari, ijara shartnomalari ehtiyot qilib saqlang. Bu hujjatlar sizning to'lovlarni amalga oshirganligingizni tasdiqlovchi muhim dalillar bo'lib xizmat qiladi. Elektron cheklarni ham saqlashni unutmang. Ularni mobil ilovalar orqali istalgan vaqtda yuklab olish yoki elektron pochtaga jo'natib qo'yish mumkin. Bu kvitansiyalar qarz yo'qligini isbotlashda sizning asosiy qurolingizdir. DRT
O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qiling. Agar MIB xodimlari siz bilan bog'lansa, ulardan barcha hujjatlarni, ijro varaqasi, sud qarori talab qiling. Ularning harakatlari qonuniy asosga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar sizning huquqlaringiz buzilayotganiga shubha qilsangiz, zudlik bilan yuridik maslahat olishdan tortinmang. Advokatga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l. O'zbekistonda aholiga bepul yuridik yordam ko'rsatadigan adolat huquqiy maslahat markazlari ham mavjud. Ular sizga bepul konsultatsiya berishi mumkin. 5. Vahimaga tushmang. Shov-shuvli xabarlarga darhol ishonib ketavermang. Har qanday shubhali ma'lumotni rasmiy manbalardan, qonun hujjatlari, davlat organlari saytlari, ishonchli yangilik agentliklari tekshirib ko'ring. Har doim mantiqqa tayaning. Sizning har qanday shubha yoki qo'rquvingizni rasmiy manbalar orqali tekshirish imkoniyatini doimo yodda tuting. Yakuniy xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar, bugungi videomizda biz 1 maydan boshlab pensionerlarga taqiq qo'yiladi. Kvartira eshiklarini majburan olib qo'yishlari mumkin degan shov-shuvli sarlavhalarning o'rtada yotgan haqiqatni chuqur tahlil qildik. Xulosa shuki, hech kim sizning eshigingizni shunchaki olib qo'ya olmaydi. Bu qat'iy qonunlar bilan tartibga solingan juda jiddiy jarayon bo'lib, o'zboshimchalik yoki vahima bilan bog'liq emas. Biroq qarzdorlik bu jiddiy masala va unga beparvo qarash mumkin emas. O'z majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajarish. Qarzdorlikni muntazam tekshirib turish va o'z huquqlaringizni bilish. Bu sizni har qanday yoqimsiz vaziyatdan himoya qilishning eng yaxshi yo'li. Shuni unutmangki, har bir fuqaro, hatto pensionerlar ham qonun oldida tengdir. Ammo qonun himoyaga muhtoj qatlamlar uchun alohida kafolatlar beradi. Shuning uchun o'zingizni asrang, bilimli bo'ling va rasmiy ma'lumotlarga tayaning. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha sizning qanday fikrlaringiz bor? Siz ham shu kabi shov-shuvli xabarlarga duch keldingizmi? Izohlarda o'z mulozalaringizni yozib qoldiring. Videoni baholashni, ya'ni like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.